Assalomu alaykum hammaga. Bugun MH Marketsdan registratsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, quyidagi havolaga bosamiz yoki Google orqali mhmarkets.com deb yozsak bo'ladi va bizani saytga olib kiradi. Xo'p, saytda ro'yxatdan o'tish, mamlakat tanlaymiz, ya'ni O'zbekiston, ism, ism, telefon raqam, biz yozamiz 95lik 101 0033. Elektron pochtani yozamiz. mail.ru. Xo'p, parol qilamiz. Допустим, parol bizada shunaqa bo'lsa, sabachka parol tasdiqlash admin 880 sabachka buyruq. Xo'sh, keng masala parol. Mana kapchani to'ldiramiz. Kapcha to'lgandan keyin bizga kod keladi. JKG lik kod kelish kerak. JKG lik. Chiqamiz, pochtaga kiramiz. Mana bizga kod keldi. JKG. Именно shu kodni skopировать qilamiz. Razdelga qaytamiz. Mana bu joyga qo'yamiz va dastur shartlariga rozilik bildiramiz. Ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Keyingi masala jins, tug'ilgan kun. Bizning tug'ilgan kunimiz tez belgilab tashlaymiz. Vaqtimiz kam bo'lgani uchun Toshkent deylik. Toshkent pochta kodi. Pochta kodiga xohlagan kodni yozsangiz bo'ladi. Unchalik muhim narsa emas. Ish sohasi qurolli kuchlar, biznes daromadi. Bunaqa kerakli narsa emas. Mening tin qabul qilinmaydi. Mening mamlakat rezidentligi tin taqdim etmaydi. Birinchisini belgilaysizlar. Xo'p, o'tamiz. Hammasi yaxshi. Bizda shu bilan hisob turini tanla deydi. Prime hisob tanlaymiz. Belgilangan. Suzuvchi quvvatli dastur. Belgilanganda bizda 1 dan 500 gacha plyuchi. Suzuvchi quvvat dasturi 1 ga 2000 plyuchi. Asosiy parol qilamiz. Ya'ni admin 700 sabachka. Primerni parol qo'yayotganda именно e'tibor beringlar. Bitta katta harf bo'lishi kerak. Sonli va belgi bo'lishi kerak. Xo'p, keyingi sahifaga o'tkazamiz. Xo'p, kuzatuv paroli, kuzatuv bu investitsion parol ekan. 707 qilamiz. 707 sabachka. Именно shu narsalarga e'tibor beringlar. Xo'p, verifikatsiya o'tishi keyin yana ko'rib chiqamiz.